Shoshilinch tezkor xabar. Hozirgina ajoyib yangilik e'lon qilindi. Endi o'zbek ayollariga har juma kuni pul beriladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, videorolik ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, aholining ayrim toifalariga pul tarqatiladi. Uni kimlar va qanday olishi mumkin? Kam ta'minlangan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan 4,5 million nafar bolaning har biri. Shuningdek, 18 yoshgacha bo'lgan bolalari bo'lmagan kam ta'minlangan oilalarga ham 200 ming so'mdan moddiy yordam beriladi. Pensioner boquvchisini yo'qotganlar va nogironligi bor shaxslarga 300 ming so'mdan, Toshkent shahrida 400 ming so'mdan pul tarqatiladi. Kambag'allikni qisqartirish xalqaro forumida moliyaviy vazir o'rinbosari Jamshid Abdiyev kun o'ziga pul tarqatiladigan aholi qatlami kambag'allarni qanday qilib bilib olish haqida gapirib berdi. Shuningdek, vazir o'rinbosari jurnalistlarning aholiga pul yetib borishi, qanday nazorat qilinishi hamda pul tarqatilgach, byudjet uni qanday qoplash haqida savollarga javob berdi. Misol uchun, boquvchisini yo'qotgan oila onasi va 2 farzandi uchun bugungi kunda nafaqa olib kelyapti. Bu oilaga 3 kishi uchun 900 ming so'm beriladi. Yoki oilada 2 nafar pensioner qariya bo'lsa, ularning har biri uchun 300 ming so'mdan 600 ming so'm beriladi, deyiladi xabarda.